Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek jamoamiz bilan tunuka-fon xizmatlarini amalga oshiramiz. Bizning navbatdagi tunuka-fon ishimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Cho'ja mahallasida mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu xonadonimizga biz qalinligi 0.35 qalinlikdagi tunukamizdan qilib berdik. Maloshniy rangga shokolad rangida qilib berganmiz do'stlar. Hozirgi kunda ushbu tunukamizni 1 kvadrat metrini barcha xarajati ichida, ya'ni reyka, samarez, lesa, o'rnatib berish usta xizmati, qo'yingki barcha xarajati ichida sizdan faqat bir mahal obed 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Ushbu xonadonimizga mana bu kosmosimizdan ham qo'yib berganmiz. Kosmosi, tunuka-fon, xullas hammasi ichida $1100 pul ketdi do'stlar. Ya'ni xonadon egasi bizga $1100 pul berdi. Biz esa tunuka-fonini, kosmosini, hamma xarajati ichida xonadon egasiga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga keltirib berdik. Endi do'stlar, ma'lumot o'rnida eslatib o'tmoqchiman. Bizning Andijon tunuka-fon kanalida deyarli har kuni mana shunaqa go'zal holatdagi tunuka-fon ishini videolari doimiy qo'yib boriladi. Buni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videolarimizga laykni gumbulatib bosib qo'ying. Sababi sizlar qancha ko'p layk bossanglar, bizning videolarimiz rekomendatsiyaga chiqadi va sizlardan boshqa hamyurtlarimizga ham biz qo'ygan videolar yetib borishligi mumkin bo'ladi. Bo'lmasam biz do'stlar videoroligimizni boshladik. $1100 ga qayerlarini ushbu xonadon tunuka-fon qilib berdik. Albatta o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling. Ha, aytgancha do'stlar, biz bu xonadonga kelganimizda oddiyroq fasonda hisoblab berganimizda $1100 emas, даже $300-400 arzoniga, $700-800 ga ham bitkazib beramiz dedik. Lekin uyda egasi hashamdorroq, chiroyliroq fasonda qilib bering Shohruxbek, ko'rganda maza qilib degani uchun do'stlar $1100 ga bitkazib berdik. Shuning uchun do'stlar videoda oxirigacha ko'rib bo'lganinglardan so'ng kommentariyaga ushbu ishimiz haqida o'z fikringizni yozib qoldinglar va arzonga bo'ptimi ish, narxiga yarasha bo'ptimi? Albatta kommentda fikringizni kutib qolaman. Bo'lmasam biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, biz videoroligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni mana shu ajoyib ko'rinishdagi darvoza xonasini ko'rib turmoqdasiz. Bu xonadonimizni biz maloshniy rangga shokolad rangda qilib berganmiz va 2024-yilda trendga chiqishi kutilayotgan mana shu kosmos fasonimizdan o'rtasiga bitta go'zal holatda qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda ushbu kosmos fasonimizni hamma xarajati ichida komplekt o'rnatib berishi bilan birgalikda $300 dan o'rnatib bermoqdamiz. Tunukamizni esa 1 kvadrat metr barcha xarajati bilan birgalikda 140 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Do'stlar, bu chekasiga qo'ygan MDF gulimiz ham alohida hisoblanadi, bilasizlar. Bu MDF gulimizni xohishingizga qarab o'rnatib beramiz. Agar qo'yib bering mana shunaqa MDF gul Shohruxbek desanglar, 1 metrni 70 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Mana bu kosmosimizni esa $300 dan o'rnatib beramiz. Bu kosmos va MDF tunukaga kirmaydi. O'z nomi bilan bu MDF tunuka emas. Shohruxbek tunukani hamma yo'q ichida deyapsiz-ku, narxini degan obunachilarimiz topiladi. Shuning uchun shu obunachilarimizga tushuntirib o'tyapman. Bu chekadagi MDF, bu tunuka-fon emas. Biz tunuka-fonda 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan barcha xarajati ichida qilib bermoqdamiz. Xullas, qadrli obunachilar, mana darvozaxonamizning ko'rinishi mana shunaqa ajoyib ko'rinishda bitdi. Bundan tashqari mana bu kichkinagina koridorchamizni ham tunuka-fon qilib berganmiz. Biz aytgan narxning ichida albatta mana shu joyi ham mavjud. Endi do'stlar, tashqariga qarab yo'l olamiz. Tashqarida sizlar ajoyib ko'rinishdagi balkonni tagi kutmoqda. Balkonni tagiga o'ziga yarasha darvozani ochilib yopilishiga umuman xalaqit qilmaydigan, darvozaxonadan umuman pastga tushib ketmaydigan holatda high-tech uslubda mana shunaqa shaxmatni o'zini chiroyli holatda chiqarib berdik do'stlar. Ko'rib baho berib ko'rasizlar. Hozirda ustalarimiz lampochkalarni qo'yib bermoqda. Bu balkonimizning tagini ham juda ham chiroyli holatga keltirib berdik. Biz aytgan narxning ichida albatta mana shu balkonni tagi ham mavjud. Mana bu chekasidagi qoshlarni ham qo'yib berganmiz. O'zi xonadon egasi alkafon qilgan ekan. Bizga mana tunuka-fon ishonib topshirdi. Xudo xohlasa alkafondan qolishmaydigan darajada qilib berishga harakat qildik. Albatta qo'ldan kelgancha. Ishimizga baho beruvchi siz aziz obunachilar hisoblanasizlar. Shuning uchun agar ishimiz yoqsa, layk bosmagan bo'lsangiz, hali ham laykni gumbulatib bosib qo'ying va kommentariyaga shu joyini o'zida o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar komment yozishga erinsangiz, 5 ta plus belgisi yoki bo'lmasam nuqta
vergul belgisini bo'lsa ham qo'yib keting. Sababi siz qancha ko'p komment yozsangiz, bizning videolarimiz rekomendatsiyaga chiqadi va sizlardan boshqa hamyurtlarimizga ham biz qo'yayotgan Tunuka ishini videolari yetib borishligi mumkin bo'ladi. Qadrli obunachilar, kelinglar hozir sizlar bilan mana shu Tunuka bilan Alkafonni solishtirib ko'ramiz. Alkafon ham puliga yarasha mahsulot, albatta juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Mana bu, mana xonadon egasi Alkafon qilgan ancha yillar oldin adashmasam. Bu Alkafonimizni kvadrat metri hozirgi kunda o'rtacha 300 ming so'mdan qilinmoqda. Mana bu Tunuka fonimiz esa 1 kvadrat metri 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, xonadoningizni bizga topshirsangiz, tavakkal qilsangiz, inshaalloh uyaltirmaymiz. Siz xohlagandaqa sizni rozi qilib chiqarishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, albatta siz vohadan bo'lsangiz ham bemalol ekranda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Agar siz vodiydan bo'lsangiz ham bemalol ekranda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz bo'ladi inshaalloh. Biz har bir O'zbekiston chekkasiga borib xizmat ko'rsatyapmiz. Vohadan bo'lsangiz, vohada alohida ustalarimiz bor. Ikkita brigadamizni jo'natganmiz. Hozir bitta brigadamizni o'zi ishlayapti. Vohadan bo'lsangiz, shu ustamizga nomeringizni beramiz. U siz bilan bog'lanadi va sizning xonadoningizni ham mana shunaqa go'zal holatga keltirib beradi. Agar vodiydan bo'lsangiz, o'zim xonadoningizga borib, uyingizni o'lchagani o'zim boraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni berib o'tishga harakat qildim, qo'ldan kelgancha albatta. Hozir videoni mana shu joyda to'xtataman va mana bu lamchika ulangandan keyin mana bu kosmosimizni yongan holatini ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Videoda mana shu joygacha erinmasdan ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Videoni o'chirib qo'yishga shoshilmang. Video oxirida mana shu lamchikamizni yongan holatini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana va'da qilganimizdek kosmos fasonimizni yongan holati mana shunaqa go'zal holatda yon beradi do'stlar. Bu mana shu lamchikalari ham biz aytgan narxi ichida bo'ladi. Sizlarga biz katta bo'lgan kosmosimizni tayyor holatga keltirib beramiz. Bozorga borib qanaqadir lustra olaymikin, bu Tunukafonga qanaqa lustra yarashar ekan deb qimmatga lustra olmaysiz. Biz o'zimiz qo'l mehnati qilib mana shunaqa chiroyli ko'rinishdagi kosmosimizni xonadoningizga o'rnatib beramiz. Albatta telefon qiling, biz bilan bog'laning, inshaalloh sizning xonadoningizni ham mana shunaqa go'zal holatga keltirib berishga albatta harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.